Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Rossiyaning Volgograd shahrida 28-30 aprel kunlari Rossiya va Belorussiya ittifoq davlatlarining Ulug' Vatan urushining 80 yilligi g'alabasiga bag'ishlangan Buyuk Vatan umumiy kelajak nomlangan vatanparvarlik forumi bo'lib o'tadi. Ushbu forumda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridan Ozarbayjon, Armaniston, Belorussiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston kabi mehmonlardan 400 dan ortiq delegatsiya ishtirok etadi. Bundan tashqari Xitoy, KXDR, Vyetnam, Kuba, Mo'g'uliston, Serbiya, Slovakiya va boshqa davlatlar ham ishtiroki ko'zga tutilgan. Ushbu mamlakat rasmiylari tarixiy xotirani himoya qilish va Ikkinchi jahon urushi haqidagi faktlarni buzib ko'rsatishga urinishlarining yo'l qo'ymasligi masalalarini muhokama qiladilar. Shuningdek, Ulug' Vatan urushi davrida Sovet xalqining jasoratini, buyukligini ta'kidlaydilar. Bu video bilan aytmoqchimanki, do'stlar, ushbu 28-30 fevral kun davomida juda ham katta forum bo'lib o'tadi va ushbu forumda juda ham ichki ishlar, xavfsizlik xizmatlarini barcha strukturani chuqur kutib olish uchun va ushbu forumni tinch o'tkazish uchun tayyorgarlik jadal ketyapti. Sizlardan esa zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmaslikda, har xil provokatsion, har xil topshiriqlar bo'lib qolishi, mabodo shu narsalarga e'tibor bermasliklaringizni so'rab qolaman do'stlar, chunki o'zlaringiz bilasizlar, bir nafar migrantni qilgan ishi barchaga ta'sir qiladi. Mana shunaqangi forumda, mana shunaqangi katta yig'ilishlarda juda ham ko'plab o'ndan ziyod davlatdan delegatsiyasi kelgan paytda, xudo ko'rsatmasin, bir narsa noxush hodisa voqea yuz bersa, hammasi bizning boshimizga sinishi mumkin. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Yangiliklar bo'lsa albatta sizlarga yetkazaman. Agar forumdan ham xush xabarlar bo'lsa, podrobnosti xullas tushuntirish ishlarini davom etamiz do'stlar. Salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar va ogohlik davr talab ekanligini esingizdan chiqarmanglar do'stlar. Har doim mana shu tinchlik bo'laversin butun dunyoda.